O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabr kuni qabul qilingan. Konstitutsiya bu davlatning oliy qonuni, u davlat tuzilishi va faoliyatining asosiy tamoyillarini belgilab beradi. O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir. O'zbekiston Respublikasi chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquq va erkinliklari huquq va normalariga muvofiq ta'minlanadi. Voyaga yetgan va mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishga majburdirlar. Har bir fuqaro so'z erkinligi va axborot olish huquqiga ega. Fuqarolar O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy, madaniy, ilmiy va tabiiy meroslarini asrab-avaylashlari shart. O'zbekiston Respublikasini himoya qilish O'zbekiston Respublikasining har bir fuqarosining burchidir. Fuqarolar qonunda belgilangan tartibda harbiy yoki muqobil xizmatni o'tashga majburdirlar.